Tövənki 4 xil narsaga diqqat qilsangiz cho'qim o'riqlab ketasiz. O'riqmayman desangizmi o'riqlab ketasiz. Birinchi, oq shakar, ya'ni shakar turidagi yemeklarni kontrol qilasiz. Shakar degan badandagi insulinni bakchiq ishlab chiqarib yegan narsaning hammasi mayga aylanib ketib, qo'saqlar uyg'onib oldi. Masalan, pechin pranik, naycha deganlarda shakar va kamputlar shakar va o'zingiz torting. Ikkinchi, may turidagi yemeklardan o'zingiz tortasiz. Bak mayliq tomoq yemang. Mayning issiqlik kaloriyasi shakarnikidan yuqori. Qo'saq bak tez uyg'onib ketadi. Jigarni may qoplab ketdi. Qon may miqdori ishib ketdi deganning hammasi shunday keldi. Mayni sal azroq shiltdan tomoq yeganda. Uchinchi, oq oshliqlardan, ya'ni karbonatdagi oq karbonat pishiqlab ishlab chiqilgan oq un, oq guruch yemaklardan o'zingiz torting. Masalan, oq ximir, non degandek narsalar. Yana o'xshash ham ishlaringiz duraqsiz qo'yadi, badandagi insulin yana jiqib ketadi, issiqlik kaloriyasi ishib ketadi, qo'saq bak tez uyg'onib ketadi degan gap. Qora oshliqlarni yesangiz bo'ladi, shumi odam yeydigan narsalar. To'rtinchi, miqdorini kontrol qilamiz. Nima deysangiz bo'laveradi, ammo har qanday narsa miqdoriga diqqat qilsangiz, qarag'o'lachi, quloqchi yemaysiz, eg'iz bisma yemaysiz, azroq yeb qo'ygan ishdan bo'lmaydi. Chunki miqdorini kontrol qilib turib yeyishni gunoh har qanday narsani. Bu 4 narsaga diqqat qiling, o'riqlagan bo'lsangiz men bir ko'ray. G'ayrat qiling.